Bu apparatni hamma insultdan keyingi bemorlar ishlatishini men maslahat beraman. Siz eslanishigi sifatida, chunki nechta joy telefon qilgan bo'lsa, ko'pini to'g'ri turg'izib yurg'izgansiz, lekin shunaqa bemorlar telefon qilgani to'g'rimi, o'zi xohlamaydi, lekin uydagilar reabilitatsiyaga chaqiradi. Bu apparatni yurib ko'rgandan keyin o'sha qayta yura olish hissini his qilib ko'rgandan keyin menimcha любой bemor qayta tiklanishga motivatsiyasi oshishi kerak. To'ppa-to'g'ri bu narsa. Patsientlar o'zida og'riq bo'lganiga, qiyinchilik bo'lganiga ko'pchilik отказ qilishi mumkin reabilitatsiyani yoki qilishdan bosh tortishi mumkin, lekin oila a'zolari uni tuzalishini xohlagani uchun ham o'zi hamma insultdan keyingi muolajalarning eng asosiysi reabilitatsiya bo'lgani uchun ham bizda mutaxassislarni chaqiraverishadi, lekin patsientlar o'zi inkor qilishi mumkin. Siz aytgandek, bunda turib yurishni his qilgandan keyin, motivatsiyasi oshib, miyada psixologik men turib yura olmayman degan narsa uyg'ongandan keyin harakatlarimiz 2 karra rezultati zo'r bo'ladi deb o'ylaymiz. Buni hali natijada ko'rsatib qo'yib boramiz.